Assalomu alaykum hammaga. Bugun Cherry ET Pro Restyling mashinamiz. Tak bunda qilayotgan ishimiz motor yog'larini to'kdik. Mana ahvoli, yog'larning vaqti o'tib ketgan. Bu mashina bizda birinchi marta zamena qilishi, atak 45 ming yurgan. Bundan oldin постоянно ko'chalar remont qilgan mashinani. Tak, Moto 8100 brendidan premium klass yog'imizdan solamiz. Воздушный filtr, salonный filtr va massinный filtr. Massinный filtr ham mana bunisi original bo'ladi. Mana bu dubl bu. Mana bu dublikat bu. Dublikat ham yengil bo'ladi. Mana klapanni ham ko'ringlar ichida. Mana originalda qanday to'xtaydi. Shuning uchun filtr ko'p ustolar endi bilmaydi. Masalan, qaraydi, bilmaysiz, mana shu originaldek. Original baland ham bo'ladi bundan ko'ra. Bu pastroq. Bu yengil. Klapan bitta uning ichida. Kimda mamlakat plasmasi bo'lsa agar bizlar issiqda bu bo'lmaydi. Nima deganda variator qiziydi, расход ko'payadi. Buni umuman olib tashlash kerak. Bu Alyaska uchun, Sibir uchun, bizlar uchun emas bu. Bu mashinada mana shunaqa Findiperskiy zashtalar ham turibdi. Buni zashtalarni ham olib tashlab, deflektorlik zashta qo'ydirish kerak o'zi. Keyin kim bunaqa setka qo'ymagan bo'lsa, setka ham qo'yib olinglar. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, tez vaqtda kelayapsizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.